Ko'pchilik oylikka ishlaydi. Aslida esa bugungi kunda bilimning o'zi eng qimmat kapital. Men Dilafruz Fayzullayevdan 27 yillik tajribaga ega oliy toifali ona tili va adabiyot fani ustoziman. Davlat test markazi, ya'ni hozirgi bilimni baholash agentligida ham ekspert, ham testolog bo'lib ishlaganman. Hozirgi kungacha 20 mingdan ortiq abituriyent va ustozlarning sertifikat olishlarida, hayotda o'z yo'llarini topishlarida, natijalar qilishlarida, muvaffaqiyatlarga erishishlarida yordam berganman. Kursimda o'qigan 10 mingdan ortiq ustozlar hozirgi kunda sertifikatlarni qo'lga kiritib 50% ustama, attestatsiyadan 86+ ball bilan hatto 100 ball olgan ustozlarimiz ham bor. 70% ustama, 120% ustama. Unga qo'shimcha eng quvonarlisi yil o'qituvchisi ko'rik tanlovda g'olib bo'lib, eng oliy mukofotlarni, o'sha $40,000 natijaga erishib, $40,000 mukofotlarni qo'lga kirityaptilar. Tasavvur qilganmidingiz, qachonlardir bizning mamlakatimizda ham ilm ahli ustozlarga mana shunday imkoniyatlar eshigi ochiladi. Xo'sh, siz bu imkoniyatlardan foydalana olyapsizmi? Bu savolni har bir ustoz, hozirgi zamonning har bir ilm ahli o'ziga berishi kerak. Men oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkinlikkacha qadamlarni bosib o'tganman. Ya'ni o'zim oddiy maktab o'qituvchisi, Buxoro viloyatining o'sha chekka tumanidagi oddiy maktab o'qituvchisi bo'lib 2 soat dars bilan ish boshlagan bo'lsam, hozirgi kunda Toshkentda katta o'quv markazining asoschisi va Habel akademiyasi orqali respublikamizning butun hududlaridagi barcha ona tili, boshlang'ich ta'lim ustozlarining attestatsiya, milliy sertifikat imtihonlariga tayyorlanib, ularni ham oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkinlik darajasigacha olib chiqa oldim. Xo'sh, siz bunday darajaga chiqish uchun nima qilishingiz kerak? Siz doimiydek oddiy o'qituvchilardek dars o'tasiz, to'g'rimi? Siz o'tgan darsni boshqa ustoz ham o'tadi, lekin u ustoz siz o'tgan 20 soat darsga oladigan pulingizdan 2 barobar, 3 barobar ko'p daromad qiladi. Buning siri nimada deb o'ylaysiz? Bir xil yoshingiz, bir xil qarashingiz, dars soatlaringiz bir xil, lekin oyligingiz undan 2 barobar yoki 3 barobar kam. Siz bunday o'tiraversangiz, hech qachon natijaga erisha olmaysiz. Natijaga erishish uchun hoziroq harakatni boshlashingiz kerak. Dars o'tasiz, lekin bu darsingiz uchun boshqalar kabi siz ham 2 barobar, 3 barobar daromad qilishingiz mumkin. Bu uchun albatta eng birinchi bilimingizga sarmoya tikishingiz kerak. Hozir ayni damda bo'lgan bitta holat bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana bu meni telefonim. Bu telefonimda mana bu raqamini keyin ko'rsangizlar ham bo'ladi. Mana 3181 raqami bilan 35 daqiqa gaplashdim. Bu meni bolalikdagi sinfdosh dugonam, boshlang'ich ta'lim ustozi, maktabda dars beradi. Oxi olamni tutyapti. Ya'ni sertifikati yo'q, attestatsiyadan yuqori natija qilmagan, dars taqsimotida unga kam dars berganlar. Menga kam dars berishlariga haqqi bormi? Birinchi oliy toifali ekan, keyin sertifikat ekan deb. Ha, yangi dars taqsimotiga ko'ra, albatta ustuvorlik oliy toifa, undan keyin sertifikatga beriladi. Bu o'sha 20-35 daqiqa dars taqsimotidagi dars soatining kamligi uchun gapirgan bo'lsa, hozir sizga yana bitta holatni ko'rsataman. Bu holat, diqqat qiling. Mana bu meni adminim Barchinoy. Bu bilan 52 soniya gaplashibman. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu 52 soniyada nimani gaplashdim? Barchinoy meni kurslarimga qo'shilishdan oldin 54 ball bilan hatto kasbiy sertifikatdan ham o'tolmagan edi. Kurslarimda o'qib, hozirgi kunda A darajali milliy sertifikatni qo'lga kiritib 50% ustama oladi. Bahorgi attestatsiyada 88 ball bilan 70% ustamani qo'lga kiritib 120% ustama olyapti. Va bugun maktabda, uning maktabda ham dars taqsimoti bo'lgan. Dars taqsimotida hamma o'qituvchilar aytib ketilavergan va eng ko'p imkoniyat Barchinoy shogirdimda bo'lganligi sababli eng ko'p dars soatlari unga taqdim qilingan. Lekin u yosh bolali bo'lganligi uchun yo'q, men buncha dars soati ola olmayman deb dars soatini rad qilgan. Ko'ryapsizmi? Bir xil zamonda yashayotgan ikki xil ustoz. Bittasi hech qanday imkoniyatga ega emas, sertifikat yo'q, dars soat talashyapti. Ikkinchisi hamma imkoniyatlarni qo'lga kiritib bo'lgan, allaqachon
oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkinlikka chiqyapti. Endi berilayotgan direktor tomonidan taqdim qilinayotgan dars soatini olmayapti. Menga bo'ladi 8 soat ham dedim. Nega? Chunki u hisoblab ko'ribdi, 8 soat darsi bilan maktabda 20 soat dars o'tadigan ustozlardan ko'p maosh olar ekan. Bunga qanday erishdi? Albatta o'z bilimiga sarmoya kiritish orqali, o'qish orqali erishdi. Demak, siz dars o'tsangiz, natija chiqarsangiz, qarang, natija qanday chiqarasiz? Siz dars o'tganingizdan keyin o'zingizning bilimingiz yuqori, o'z ustingizda ishlagansiz. Siz albatta maktabda olimpiada g'oliblarini tayyorlaysiz. O'quvchilaringiz sertifikat oladi. Natijaga chiqaryapsizmi o'quvchilarni? O'zingizni rivojlantirsangiz, ko'rib turganingizdek, hozir imkoniyatlar davrida yashayapmiz. Ustozlarga barcha imkoniyatlar eshigi ochilgan. Siz o'z ustingizda ishlab, o'sha imkoniyatlarni qo'lga kiritsangiz, shaxsiy brendingizni yaratsangiz, meni kurslarimda o'qigan juda ko'p ustozlar allaqachon repetitorlikni yo'lga qo'yilgan va ular hozirda respublikamizdagi barcha ilmiy toliblarga o'z ilmlarini ulashish orqali ularni ham natijaga olib chiqyapti. Daromadingiz bir necha manbadan keladi. Ko'ryapsizmi? Demak, siz milliy sertifikatdan ustama olasiz, 70% ustama olasiz. Bularga qo'shimchasiga vazir ustamasini olasiz va kurslarimda o'qigan ustozlarimiz yil o'qituvchisi tanlovida g'olib bo'lib, o'sha eng yuqori mukofot 40 mingmi, 50 mingmi endi aniqini bilmayman, mukofotni qo'lga kirityapti. Bu qo'shimcha daromadmi? Buni hech kim sizga bera olmaydi. Hech qaysi tanishingiz, ota-onangiz, qarindoshingiz ham bera olmaydi. Buni faqat bilim orqali qo'lga kiritishingiz mumkin. Endi sizga oddiygina oylikdan bu oylikka qarz bilan, kredit bilan o'tayotgan ustoz bo'lsangiz, sizda mana shuncha daromad manbai paydo bo'lyapti. Bu daromad manbaini olmaslik qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Buni men hozirgi zamondagi agar ustozlarimiz mana shunday imkoniyatlarni qo'lga kiritmasa, kechirasiz. Lekin bular oldingdan oqqan suvning qadri yo'q degan maqolga to'g'ri keladi. Siz nima qila olasiz? Siz o'zingizni rivojlantirganingizdan keyin offline kurslarni yo'lga qo'ying. Birinchi o'rinda qiladigan ishingiz. Keling, maktabingizdagi, men o'zim qilgan ishni sizga aytay. Maktabingizdagi bilasiz, sinfingizdagi bilimli o'quvchilarni, intiluvchan o'quvchilarni bilasiz. O'shalarning 3 ta 4 tasini bepulga tayyorlang, savob uchun. Bepulga tayyorlang. Ulardagi o'zgarishni ko'rgandan keyin u o'rganyapti, bir narsani bilyapti. U o'rtog'iga aytadi. O'z-o'zidan hozirgi zamon yoshlardan sertifikat olishni talab qiladi. Uning o'rtog'i ham sizda o'qishni xohlaydi. Siz demak endi kursingizga qiymat qo'ya olasiz. Siz 3 ta 4 tani bepul o'qitdingizmi, qolganlarga endi kursim mana bo'yicha deya olasiz. Bu o'z-o'zidan qo'shimcha daromadga olib kelyaptimi? Offline kursingizni yo'lga qo'yganingizdan keyin o'sha 3 ta 4 ta bepul o'qitib natija qilgan o'quvchingiz sizga 30 ta 40 ta kerak bo'lsa 100 lab o'quvchilarni olib keladi. O'z-o'zidan siz o'sha hududning eng kuchli o'qituvchisiga, repetitorga aylanasiz. Bu faoliyatni kengaytirish uchun Telegram kanal oching. Onlayn faoliyatingizda Telegram kanal oching. Telegramda siz birinchi bo'lib qiladigan ishingiz foydali ma'lumotlar bilan ulashing. Hamma joyda bor bo'lgan ma'lumot hech kimni qiziqtirmaydi. Siz aynan o'quvchilaringizga ilingan, ulardagi o'zgarishni ko'rgan foydali ma'lumotlar bilan ulashing. O'z-o'zidan Telegram kanalingiz ham rivojlanib ketadi. Masalan, men Telegram kanalimni ochganimda, birinchi ochganimda endi qanaqa bo'lar ekan, qanday qilib 1000 ta odam yig'aman deganimda, ishoning bir haftaga qolmasdan 1000 ta odam yig'ilgan. U 1000 ta, 10 ming ta, 10 mingtadan o'z-o'zidan ko'payib ketavergan. Individual darslar tashkil qiling. Individual darslar bu har bir o'quvchidagi bo'shliq bilan alohida ishlasangiz, siz u berayotgan bilimingiz u o'quvchiga foyda berayotganini aniqlagandan keyin, anglab yetgandan keyin u natijaga ko'zi yetadi. Va siz darslaringizni video dars tarzida yozsangiz, YouTube platformasida o'z sahifangizni ochishingiz mumkin. Bu ham o'qituvchilar uchun juda katta imkoniyat. Shuni unutmang, odamlar hozir diplomga emas, natija uchun pul to'lashadi. Diplomlilar juda ham ko'p, oliy ma'lumotlilar juda ham ko'p.
Lekin nega o'shalarning orasidan sanoqlilarigina repetitor bo'la oladi, sanoqlilarigina kurs o'ta oladi, qo'shimcha daromad qiladi? Bilasizmi, ustozlarning orasida shunday yuqori darajadagi moddiy erkinlikka erishgan tabaqa hozirgi kunda ko'payib bormoqda. Buning yagona sababi bilimga sarmoya kiritish. Ular ham, masalan, men ham bir paytlar xuddi sizdek oddiy o'qituvchi bo'lganman. Lekin bu oddiy o'qituvchilik meni qoniqtirmagani uchun o'z ustimda tinmasdan ishlaganman. Kechasi 12:1, tong sahar 4-5 da turib dars qilardim, test tuzardim, qo'shimcha ma'lumotlar izlardim. Kursimda o'qigan har bir o'quvchi natija qilish uchun tinimsiz izlanardim. Alhamdulillah, hozirgi kunda respublikamizda eng rekord natijalarni Habel kurslari bilan birgalikda qilib kelyapmiz. Bu kurs nafaqat sizni bilim beradi, haqiqiy tartibga o'rgatadi, intizomga o'rgatadi va sizni haqiqiy natijaga olib chiqadi. Moliyaviy erkinlik deganda siz nimani tushunasiz? Shu savolga o'zingiz bitta javob bering. Masalan, xohlagan paytingizda xohlagan narsangizni olib yeyish, bu moliyaviy erkinlik. Nimaga? Men buni nima deb aytaman? Endi bu ham bir tarix. Masalan, bitta insonni bilaman, uning shu bugun qorni to'ygani uning eng katta baxti. Kim uchundir mashina olish moliyaviy erkinlik, kim uchundir uy olish, bu nisbiy tushuncha. Siz hozirgi darajangizdan ehtiyojlaringizni 100% qoplab, daromadingiz oshib turishni xohlaysizmi? Unda siz oddiy o'qituvchilikni tanlamang. Men hech qachon oddiy o'qituvchi bo'lmayman. Men hozirgi kunda davlatimiz tomonidan berilayotgan barcha imkoniyatlardan foydalanaman deng va hozir o'zingizga qaror qabul qilib, hozir o'zgaring. Bu moliyaviy erkinlik birinchi o'rinda tajriba. Ya'ni siz bugun kelib, ertaga bu natijaga chiqa olmaysiz. U uchun sizga sabr kerak. Sabr bilan to'g'ri harakat qilsangiz, siz albatta natijaga qilasiz. Muntazam mehnat. Bo'ldi, men bir oy o'qidim, oliy toifa oldim, tayyorlandim, bo'ldi deb tashlab qo'ysangiz, sizga 70% ustama berilmaydi. Yoki 50% milliy sertifikat ola olmaysiz. Muntazam, uzluksiz ravishda mehnat qilsangiz, o'qisangiz, izlansangiz, siz boshqalar orzu qilgan hayotda yashay olasiz. Kuchli bilim. Hozir bitta o'sha gaplashgan sinfdoshim aytayapti, mana shular taniysan dedi. Ha, taniyman, qishloqda o'zimning o'quvchilarim, ular ham meni kurslarimda o'qigan. Men shular shunaqa bilimli ustoz emas edi, bilasanmi? Shular o'qitgandek, unaqa bilimli emas edi, lekin shular hozir 120% ustama olyapti dedi. Ha, ular meni o'zimning kurslarimda o'qigan. To'g'ri, ular bilimli ustoz emas edi, lekin hozirgi kunda o'z ustida ishlab bilim olgani uchun sen uni hayotiga havas qilyapsan. Lekin sen bilimli ustoz bo'lsang ham dangasaliging tufayli, bahona qilganing tufayli sen u darajaga chiqa olmayapsan dedim. Demak, kuchli bilim uchun eng birinchi tinimsiz mehnat kerak. U bilim hammaga ham bo'lmaydi. Shunday bilimlilarni bilaman men. U bilimini yuzaga chiqara olmaydi. Keyin natija qila olmaydi. Kuchli bilim uni natijaga olib chiqish kerak. To'g'ri marketing. To'g'ri marketing bu nima? Sizning borligingizni, sizning bilimli ekanligingizni hech kim bilmaydi. Yoki bo'lmasa, meni ham kurslarimning natijasi sizning tushingizga kirmagan. Menga aytishdi-da, ustoz, shunaqa ustozlarimiz bor. Yillar davomida attestatsiyadan yiqilib, oxirgi ogohlantirishgacha kelgan. Endi agar shu safar kasbiy sertifikatdan o'tmasang, bo'ldi, sen bilan shartnoma bekor qilinadi, pedagoglikka loyiq emas deb topiladi dedi. Keyin shundan keyin meni kursimni bilishgan va kurslarimga qo'shilishgan. Ya'ni bu to'g'ri marketing nima? Masalan, men haqimda ular kech ma'lumotga ega bo'lishyapti. Meni kurslarim haqida kech bilishyapti va sertifikatda men o'sha kasbiy sertifikatdan o'tgandan keyingi ularning quvonchini hech narsaga almashmayman. Chunki agar shu safar o'ta olmasam, men oilam haqiqiy moliyaviy botqoqlikka botardi. Ustoz, agar men oylik olmasam, o'quvchilarim yaxshi joyda o'qita olmayman, ularning bilimiga yaxshi sarmoya tika olmayman. Ustoz, sizning kursingiz haqiqiy najot farishtasi bo'ldi deydi. Demak, to'g'ri marketing meni kurslarimdagi natijalarni sizga yetkazishda asosiy vosita hisoblanadi. Siz ham
Agar shu darajaga chiqsangiz, sertifikatlarni olsangiz, 70% ustamalarni olsangiz, to'g'ri marketing nima bo'ladi? Eng to'g'ri marketing bu sifatli bilim va natija. Nima uchun? Agar har qanaqasi ko'rib turibmiz, hozirgi kunda chiqib meni sertifikat olib beramiz, attestatsiyadan o'tkazamiz deyishyapti. Natija bo'lmaganligi uchun bugun bor, ertaga yo'q u kurslar. Unday kurslarda natija bo'lmaydi, chunki ular faqat marketing qilishadi. Marketingning eng muhim qoidasi bu sifat. Agar siz sifatli ta'lim berib yuqori natija qilsangiz, sizni o'zlari izlab topishadi. Bu uchun albatta birinchi o'rinda o'zingizning bilimingizga sarmoya kiritishingiz kerak. Bu sarmoya sizni oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkin bo'lgan 120% ustama oladigan, vazir ustamasi oladigan va yil o'qituvchisi tanlovda o'sha 40 mingmi, 50 mingmi aniq bilmayman, mukofotni qo'lga kiritganingizdan keyin haqiqiy moliyaviy erkin insonga aylantiradi. Demak, eng to'g'ri tanlov bu hozirgi kunda birinchi qiladigan ishingiz o'z bilimingizga sarmoya kiritishingiz. Ya'ni o'z bilimingizga investitsiya kiritish orqali siz xohlagan joyga qo'lingiz yetadigan darajada moliyaviy erkinlikka chiqa olasiz. Men faqat dars o'tadigan oddiy o'qituvchi emas. Men o'z bilimim bilan qiymat yarata olgan mutaxassisman. Ya'ni oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkinlikka chiqa oldim. Hozirgi kunda 10 mingdan ortiq ustozlarning men kabi oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkinlikka chiqishlariga sababchi bo'lgan kurslar yarata oldim. Siz ham ona tili boshlang'ich ta'lim ustozi bo'lsangiz, agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu hayotingizning burilish nuqtasi deb biling. Va hozirdan men ham o'zgaraman. Men ham oddiy o'qituvchilikdan, kreditlarni o'zishdan, oyligidan oylikka qarz bilan o'tishdan charchadim desangiz, hozir qaror qabul qiling va o'zingizni o'zgartirish uchun kurslarimizga yoziling. Bu uchun siz albatta Habel akademiyasida o'zingiz xohlagan natijani qila olasiz. Bu uchun bizning kurslarimizda eng kerakli bilimlar eng to'g'ri strategiya orqali beriladi. Siz ham oddiy o'qituvchilikdan moliyaviy erkinlikka chiqqaningizda meni eslab qo'yish esingizdan chiqmasin.